Alisher aka, osh sho'liga o'xshab qolmasligi uchun nima qilishim kerak? Xo'p, osh shovlaga o'xshab qolmasligi uchun videoni oxirigacha ko'rsangiz 3 ta sababini aytib beraman. Birinchi sabab oshga suvni me'yorini qo'yish. Ya'ni oshga ko'p ham qo'yib bo'lmaydi, kam ham qo'yib bo'lmaydi. Ya'ni 1 ga 1. 1 ga 1 deganda qanaqa tushunamiz? Masalan, sabzi bilan suvimiz tepasiga ham chiqib ketishi kerak emas, pastidan ham tushib ketishi kerak emas. Bir xilda urovingda turganini tavsiya beraman. Xavotir olmaysiz. Xavotir kamayadi. Ya'ni guruchingizga qarab suv o'zgaradi albatta to'g'ri, lekin xavotir kamayadi. Ikkinchi sabab, gazni to'g'ri ushlash. Ya'ni oshni meni hammaning o'zini uslubi bor. Meni uslubim doim baland olovdan, boshlanishiga baland olovdan pastga qarab soatga o'xshatib pasaytirib damlash tavsiya beraman. Oshingiz shunda chiroyli va xatosiz chiqadi inshaalloh. Uchinchi sabab, oshni damlash. Ya'ni qanaqa? Osh damlayotganda guruchingiz birinchi o'rinda 70-80% ochilgan bo'lishi kerak. Ya'ni ishga kattalashib ochilgan bo'lishi kerak. Va tagidagi o'zini zirvog'ini suvidan kamida 1 piyola suv qolgan bo'lishi kerak. Xudo xolasa, inshaalloh ideal osh chiqadi shu osh. Hammani Varshavadagi Karavan restoranimizda kutib qolamiz.